Oldingi safar o'tgan rogalikim videosida negativchilar rosa gapirishgan edi. Yaxshiyam videoda aytib o'tganman. U rogalikim zakazdagi rogalikim edi. Odamlarga hayronsan. Yaxshi ilinib video joylasang ham ayb qidirib o'tirishadi. O'ylab qolaman, o'zligi bitta shunaqa video qo'yishganmikan? Bu bitta videoni ketida qancha mashaqqat va mehnat borligini bilganinglarda sal o'ylab yozarmidinglar. He mayli, insof bersin, ularga ham qiyin. Kimdandir alamligini olishligi kerak. Rogalikka keladigan bo'lsak, birinchi bo'lib to'rpeli un bilan margarinni uqalab olamiz. Qaymoqga razrixitel va sodani kusuzda o'ldirib olib solib, aralashtirib qo'yamiz. Qaymoqni unli massaga solib, yumshoq xamir qilib olamiz. Men to'rpeladan tashqari yana 2 pela un soldim, xamir qilib oldim. Shunaqa mayin xamir bo'ladi, 7 ga bo'lib oldim. Bu xamirimizni umuman tindirmaymiz. Videoda ko'rsatilgandek yoyib, kesib, varyoniy moloko solib, tugib oldim. Men bunga faqat chempion ishlataman, boshqacha moloko ishlatsanglar oqib ketadi. 190-200 gradusda pishirib olamiz. Buni tegi qizaradi, tepasi qizarishi shart emas. Pishib chiqqandan keyin ozgina sovutib, saxni pudraga burkib olaman. Bo'lmasa, qaynolligida qilsanglar, saxni pudrani shimib oladi. Darsimdagi, sotuvimdagi rogalikimni retseptini sizlarga ilindim. Pishirganingizda bitta duo qo'ysanglar, xursand bo'lardim. Masalliqlarni, grammajlarni qidirib qolmaslik uchun saqlangiz qilishni unutmanglar.